bir Xalq deputatlari Kogon tumani kengashining bugungi 7-chaqiriq 20-sessiyasiga 20 nafar deputatimizning 18 nafarlari ishtirok etmoqda. 2 nafari uzrli sabablarga ko'ra sessiya ishida qatnashmayapti. Bugungi sessiya ishida tuman hokimining o'rinbosarlari, huquqni muhofaza qilish organlari rahbarlari, tuman hokimlik bo'limlari, xalq deputatlari, tuman kengashi kotibiyati mas'ul xodimlari, tegishli korxona, tashkilot va muassasalar rahbarlari qatnashmoqda. Bundan tashqari sessiya ishiga siyosiy partiya raislari, jamoatchilik tashkilotlari rahbarlari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ham taklif etilgan. Taklif etilganlarning ko'pchiligi sessiya ishida qatnashmoqda. Hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari, sessiya o'z ishini boshlash vakolatiga ega. Sessiyani ochiq deb e'lon qilaman. Hurmatli deputatlar, mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining 17-moddasiga asosan sessiya kotibini saylab olishimiz kerak. Sessiya kotibligiga 20-Beruniy saylov okrugidan Qurbonov Umidjon To'lqinovich saylansin degan takliflar kiritilmoqda. Boshqa takliflar bormi? Bo'lmasa tasdiqlab berishlaringizni so'rayman. Ro'zlar, qarshilar betaraflar qabul qilindi. Deputat Qurbonov Umidjon To'lqinovich, marhamat, o'z o'rningizni egallashingizni so'rayman. Hurmatli deputatlar, bugungi sessiyaning kun tartibi va ish reglamentini tasdiqlab olishimiz kerak. Sessiya kun tartibi va ish reglamenti sizlarga tarqatilgan. Bu borada sizlarga boshqa takliflar bormi? Ma'qul. Bo'lmasa qo'l ko'tarib tasdiqlab berishlaringizni so'rayman. Rahmat, ro'zlar, qarshilar betaraflar qabul qilindi. Hurmatli deputatlar, sessiya kun tartibidagi masalalarni ko'rib chiqishni boshlaymiz. Sessiya kun tartibidagi birinchi masala mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yilida ustuvor yo'nalishlar bo'yicha islohotlar dasturlari hamda O'zbekiston 2030 strategiyasining ijrosi bo'yicha Kogon tuman hokimining qurilish, tuzilmalar, muhit yaratish, kommunikatsiyalar, kommunal xo'jalik, ekologiya va ko'kalamzorlash masalalari bo'yicha o'rinbosarining joriy yilning 1-chorak mobaynida amalga oshirilgan ishlari hisobot berish uchun so'zni Kogon tuman hokimi o'rinbosari Shamsiy Mahmud Muhdinchga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Xalq deputatlar Kogon tuman kengashi. Bugun mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili dasturi asosida Kogon tumanida hududda qilinadigan keng ko'lamli qurilish ishlari bo'yicha hisobot berib o'tamiz. Kogon tuman hududida 5 ta mahallada keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Ya'ni Yangi O'zbekiston qiyofasida Yangi O'zbekiston qiyofasidagi mahalla dasturiga tuman
5 ta mahalla aytdim buni o'zlari kiritilgan. Bunda 3 ta mahallamiz Yangi O'zbekiston qiyofasidagi, ya'ni O'bacho'li, Xo'jayakshaba va Niyozhoji mahalla fuqarolari kiritilgan bo'lib, ularda dastur doirasida jami 15 milliard pul ajratilgan. Ya'ni har bir mahallada 5 milliarddan. Bunda qilinadigan ishlar, masalan, O'bacho'li MFI hududida yo'l bo'yi xizmat ko'rsatish obyektlari, 5 kilometr ichki yo'l ta'mirlash, 2 transformator, 1 kilometr sip kabelni tortish, 3 kilometr ariqlarni betonlashtirish va 60 ta zamonaviy tungi chiroqlar o'rnatish va 1 kilometr 200 kilometr piyodalar yo'lagini ta'minlash. Hozir buni loyiha ishlari olib borilmoqda. Hozir kecha kunduzda barcha loyiha ishlari kelgan, shu hududni hozir o'lchab, ishlari jadal rivojlanishga boshlamoqda. Ikkinchisi, Xo'jayakshaba mahallasi hududida yo'lak. Ha. Ariqdan bu yoqda bo'ladi. Ha, yo'l taraf aholi yashayotgan tarafdan bo'ladi Otabek Nodirish. Hozir loyihachilar agar imkoni bo'lsa, o'zlari ham o'tsanglar juda yaxshi bo'lardi. Hozir kaklas loyihachilar o'sha yerda kelib, shuni o'lchab ishlarni olib, aholi bilan birgalikda endi o'ra tomorqa yerlari bor, nima bor? Ha. Bo'lsa shunda. Shuni o'tib, endi o'zlari bo'lsalar yana yo'l tor. Shunda. Shunda. Shunda yo'l tor. Chunki u yerda salkam 9 ming aholi bor. Shundaymi? Salkam. U aksariyat kursga o'sha piyoda bolalar qatnaydi uchun shunga juda go'zal bo'ladi aytganda, shu tomondan qilib aholi bilan kelishuv qilib, o'zim boraman. Hozir loyihachilar hozir kutib o'tiribdi o'sha yerda. Chunki men o'zim boraman dedim ular. Yo'q, ariq tomondan bo'lmaydi. Hozir yo'lni yo'ltish ham shu tomondan bo'ladi. Aleka bor. Chunki ariqning himoya zonasi bor. Keyin bu bir Otabek Nodirish, ikkinchisi aholining ehtiyoj qatlami shu yoqdanda. Chunki har bitta xonadon yo'lak kesib o'tish kerak, o'taman desa. Ha, qulaylik. Joy bor. Yo'lni kesib o'tadi. Noiloj kesib o'tish to'g'ri keladi. Bu yo'lda boshqa tez yuradi. Chunki aholi tomonidan desa, agar aholi rozi bo'lsa, undan gaplashish kerak. Aholi rozilik, men hozir birga borib yana olaman. Iloji aholi tomonidan qilib, endi hozir yo'l o'zini shankasidan ham mumkin emas ekan-da yo'qdan qilish. Hozir bular o'zini dasturiga agar aholi ehtiyoj tomonidan qilaman dedi-da. To'g'risi, endi shunday. Shunday. Ikkinchi mahallamiz Xo'jayakshaba mahallasi. Bu hududda savdo va xizmat ko'rsatish obyektlari, bitta transformator, 2 kilometr sip kabel tortish, 2 kilometr ariqlarni betonlashtirish va 100 ta zamonaviy tungi chiroqlar o'rnatish va 1 kilometr piyodalar yo'lagini tashkil qilish. Bu Xo'jayakshaba mahallasida. Uchinchisi Niyozhoji mahallamiz. Niyozhoji mahalla hududida zamonaviy istirohat bog'i qurilgan, hozir qurib davom etyapti shu ishlar. O'sha yerda qurilish ishlarini yakunlash va unda kirish darvozasini qurish, istirohat bog'ining atrofini o'rash va
istirohat bog'ida favoralar qurishni olib boriladi. Shu loyihalar qilyapti. Mana shu ishlar hozir aslida. Ikkinchisi yana qolaversa mahalla infratuzilmasini yaxshilash maqsadida 3 kilometr ichki yo'llarni ta'mirlash, 3 ta transformator va 2 kilometr sip kabel tortish ishlarini bajarish ko'zda tutilgan. Ya'ni tumanimizda 2 ta og'ir hudud, og'ir mahalla deb ko'rsatganimiz mahallalarimiz, og'ir toifadagi mahallalarni rivojlantirish. Bunda kiradi hozir Tunniroq tumanda va Istiqbol mahalla fuqarolari yig'ini kiradi. Bor hozir kiritilgan. Hozir ko'rsataman sizga. Dastur doirasida 6 milliard ajratilgan bo'lib, 3 milliarddan har bir mahallada ajratilgan. Masalan, Istiqbol mahallasi MFSida 3 ta transformator, 0.4 kilovatlik, 6 kilometr, 6.10 kilovatlik, 1 kilometr elektr tarmog'ini tortish. 1.3 kilometr ichki yo'lni ta'mirlash va bolalar uchun sport maydonchasining qurilishini olib boriladi. Bu yerda va mahallaning o'zini ham bor. Istiqbolda. Tunniroq MFSda 4 ta transformator. Qo'yilgan. Yo'q, bu dasturda qo'yilmagan-da u. Kiritgan, o'shanda kiritganda. Hozir Otabek Nodirovich bu kishi aytgan e'tirozlar o'rinli. Hozir buni qo'ydik biz. Undan qo'yilgan u. Keyin dasturda, shu dasturda qo'yilgan Tunniroq bilan Xo'jayakcha va o'rtada katta ariq bor mana bu yerda. Niyozorjinda mana shu ariq qo'yilgan. Bu undan keyin o'sha O'bash yo'lida o'sha Qahor Qozoqobod Garadskoy ariq deymiz uni. U ariq qo'yilgan. Uni loyihalar bo'lyapti. Hozir ruxsatlari ekologiya kelgan, hozir bu dastur qo'ysa, u loyihachilar ishlashni boshlaydi. Endi oxirgi og'ir hududda deb qo'yilgan mahallamiz Tunniroq MFSda. Bu yerda ham xuddi shu hozir tushuntirib o'tganlaridek, mana bu yerda mahalla qurilishi bir dona. Va 4 ta transformator, 3 kilometr 0.4 kilovatlik yangi sip kabel tortiladi. Tak, 1 kilometr olti va yuqori kuchlanish 10 kilovatlik elektr tarmog'i tortiladi. 2 kilometr ichki ariqlarni betolashtirish. Tunniroq. O'zini oldida. Shu gapni bu yerda yaxshiroq o'tirish kerak bo'lsa, o'zing joyingizda markaz yaxshiroq o'tirish kerak. Uni ko'rganimizda kim bo'layotgan paytda mahallaga chaqirib o'tayotganda, o'sha chaqirib qaytmasdan turib o'tayotganda Amborxona. Qilib kimgadir berilganlar bu yildan beri ishlash qilishmaydi. Mahalla binosiga bormasdan. U egalik yo'q. Uni egalik huquqi bor. Uni men ko'tardim, uni yana bir mayli ko'taramiz. Uni egalik huquqi bor-da, olgan odam. Endi uni u to'g'ri shomlashuvchi, lekin u bino bilan olganda u binosi bor-ku, bino bilan olganda u narsa quruq yerda olmagan. Yerga aytiladi 2 yillik mulk huquqi bor-da u yerda. Boramiz. Yo, endi biz o'zimiz biz endi o'zimiz unga aytganmiz, qo'yganmiz, qurib beraman degan. Bunday emas. Tushunmas. Yo, boshqadan kiritganmiz-da uni. Yo, yerda kiritdik biz. Yo, ul mahalla hozir mahalla jamg'armasidan kirityapmiz. Xo'ja buni Istiqbol Tunniroqni Nurafshon o'rtacha yo'lda kiritganmiz. O'z nasibasi bilan o'tadi. Shunga harakat qilyapmiz 100%. Jamg'arma o'zidan o'tadi hozir.
bularni quramiz deyapmiz. Endi O'baç yo'lini hozir OSHPsi ham hal bo'lyapti. O'baç yo'lini o'sha komplekt hozir joyiga ham qilsak, yana hozir ariqda ham kanallashtirib, betonlashtirib o'tsak, oldi ham qo'yilgan. O'sha Kagraz markaz juda ham chiroyli, go'zal bo'ladi. Shunga hozir OSHP ham o'sha yerda ko'rsatilgan. Birgalikda qurishga OSHP ham ruxsat beryapti. Hozir o'zini ularni ham vazirga chiqqandik. O'zimizni viloyat boshqarmasiga ham u ham shunga harakat qilyapti, qilamiz dedi. Shu yilga olyapmiz ruxsat dedi o'sha yerda. Endi shu ishlar jarayonida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 16 fevraldagi mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yilida ustuvor yo'nalishlarni bo'yicha islohotlarning dasturlari va O'zbekiston 2030 strategiyasini amalga oshirish bo'yicha davlat dasturi to'g'risidagi PF 22-sonli farmoyishi va Vazirlar Mahkamasining 2006-yil 2-martdagi 79/26-sonli qarori sonli qarorlarning ijrosini ta'minlash maqsadida Kogon tumani hokimi, Buxoro viloyati hokimi va Kogon tumani hokimining qarorlarini ijrosini ta'minlash maqsadida Kogon tumani hokimining 2026-yildagi 12-martdagi qarorlar sonli qarorlar 77/2/36 sonli qarorini ilovasini tuman hududida olib borilayotgan ishlarni aniqlab belgilab berilgan. Bularda tumanda 2026-yilda qurilish ishlarini hajmini kengaytirish, tuman hududidan o'tgan umumiy foydalanishdagi yo'llarni rekonstruksiya qilish, ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish sohasida professional ta'lim tizimini yo'lga qo'yish va atmosferaga zararli tashlamalarni chiqarayotgan korxonalarning ekologik toza uskunalardan foydalanishni rahbarlantirish tizimini isloh qilish kabi vazifalar belgilab berilgan va tuman hududidagi mahallalarni rivojlantirish uchun keng ko'lamli ishlar olib borilishi reja qilingan. Ma'lumotim beradigan hisobotim shulardan iborat. Qo'shimcha savol-javoblar bo'lsa, marhamat. Bitta savol bu, mana qarang. O'baç yo'li bilan nima ikkalasi respublika byudjetidan tomonlashadi, tushunaymi? O'baç yo'li bilan qaysi? Yo'q. Xo'ja-Akshaba. Qarang. Bu yangi O'zbekiston bo'yicha. Buni respublikadan pul keladi, hamma narsa, muammosi yo'q. Tuniroq bilan istiqbollar ham respublikadan pul keladimi? Niyoz Hojiga pul yo'q. Niyoz Hoji bizdan bo'lish kerak bilatam. Endi viloyat bermasa, mana o'z nasib bo'lsa kvartaldan bo'lsa, bitta darvoza qurishimiz kerak-da endi parkimizga. Nima bo'lish uchun. Menimcha buni keyingi sessiyalarga muhokama qilsa kerak, lekin pulini buni ham aniqlik kiriting. Hozir siz nima so'rayapsiz? Shularga ruxsat so'rayapsizmi faqat? Hurmatli deputatlar, muhokama qilingan masala bo'yicha kengash qarorini qabul qilishimiz kerak. Doimiy komissiya tomonidan tayyorlangan qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Qaror loyihasi bo'yicha yana birorta taklif bormi? Boshqa takliflar bo'lmasa, qaror loyihasi asosida qabul qilinsa va deputatlarning takliflarini inobatga olgan holda ma'qullansin degan taklif kiritiladi. Shu taklifga qo'shilganlarni qo'l ko'tarib tasdiqlashlarini so'rayman. Rozilar, qarshilar, betaraflar qabul qilindi. Sessiya kun tartibidagi ikkinchi masala oila va xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash tizimini kuchaytirish. Prokurorlar so'zlar kelsinlar, chaqiring 5 minutga ketsin. Xo'p, sessiya kun tartibidagi 3-masala tuman hududida korrupsiyaga qarshi kurashish, jinoyatchilik hamda huquqbuzarliklarning oldini olish borasida 2026-yilning 1-oyagi faoliyati yuzasidan tuman prokurori Sharipovning axborot to'g'risida hisobot berish uchun Kogon tuman prokurori Sharif Sardor Iskandarovga beriladi. Marhamat. Yo'qish kerak. Assalomu alaykum, hurmatli Otabek Nodirovich sessiya ishtirokchilari. Kogon tuman prokuraturasi tomonidan joriy yilning 1-oyida tuman hududida qonunni mustahkamlash, fuqaroning huquq va erkinliklarini muhofaza qilish, jinoyatchilik hamda huquqbuzarliklarning oldini olish borasida muayyan ishlar amalga oshirildi. Jumladan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 18-martdagi respublikada kriminagen vaziyatni kundalik tahlil qilish, faoliyat tashkil etish chora-tadbirlar to'g'risidagi 111-sonli qarori ijro uchun qabul qilinib, tuman hududida sodir etilgan har bir
oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlarning kelib chiqish sabablari va unga yo'l qo'ygan omillar tahlil qilib borilmoqda. Shu bilan birga mahallalarda sodir etilgan oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlarning obyektiv va subyektiv sabablarini aniqlash, kechiktirib bo'lmaydigan manzilli nazorat tadbirlarini tashkil etish yuzasidan mutasaddi korxona tashkilotlar oldida aniq vazifalar belgilab berilgan. Shunga muvofiq tuman prokuraturasi tomonidan mas'ul idoralar, mahalliy hokimliklar bilan hamkorlikda muayyan ishlar amalga oshirildi. Hamkorlikda ko'rilgan choralar natijasida o'tgan 3 oyda tumanda qasddan odam o'ldirish, qasddan badanga og'ir shikast yetkazish, bosqinchilik, talonchilik, nomusga tegish kabi aholi kayfiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan jinoyatlarning sodir etilishiga yo'l qo'yilmadi. Shuningdek, tuman bo'yicha umumiy jinoyatchilik 18 taga, ya'ni 76% kamayishiga erishildi. Ro'yxatga olingan jami 40 ta jinoyatlarning 21 tasi oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlar, 17 tasi xunoza qiluvchi organlar tashabbusi bilan aniqlanadigan jinoyatlarni tashkil etdi. Ushbu davrda qayd etilgan oilaviy zo'ravonlik jinoyatlari 2 taga, bezorilik jinoyati 2 taga oshgan. Amalga oshirilgan profilaktik ishlar natijasida o'g'irlik 1 taga, firibgarlik 2 taga, giyohvandlik 3 taga kabi jinoyatlar kamayishiga erishildi. Qayd etilayotgan davrda voyaga yetmagan shaxslar, ayollar tomonidan jinoyatlar sodir etilishiga yo'l qo'yilmadi. Shunday bo'lgan bir paytda yoshlar tomonidan jinoyatlar sodir etilib, o'tgan yilning shu davriga nisbatan 1 taga kamaygan bo'lsa-da, lekin yoshlar jinoyatchiligi qayd etildi. Tumandagi 23 ta mahalla fuqarolar yig'inlarining bittasi qizil toifaga kiritildi. Qizil toifadagi mahallalar soni o'tgan yilning shu davriga nisbatan kamayilishiga erishildi. Ushbu davrda 23 ta mahallaning 17 tasi mahallada jinoyat sodir etilmagan, ya'ni 17 ta yashil mahalla, bitta mahalla qizil toifaga va 5 ta mahalla sariq toifaga kiritildi. Qizil toifa mahallalarda o'tgan yilning mos davriga nisbatan jinoyatchilik bittaga, 5 ta mahallada doimiy kriminal vaziyat og'ir mahalla toifasiga kiritilib, vaziyat o'zgarmagan. Oxirgi 3 oy davomida doimiy qizil toifadagi O'zbekiston mahallasi 2 ta o'g'irlik jinoyatlari qayd etilgan. Hududda sodir etilgan oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlar muhokama qilinib, manzilli chora-tadbirlar belgilanishi bilan birga tuman bo'yicha 95 ta video kuzatuv kameralari o'rnatilib, ularning 70 tasi integratsiya qilingan. Qayd etish kerakki, davlat rahbarining 111-sonli qarori hamda bosh prokuror Ichki ishlar vazirligi tomonidan imzolangan qo'shma qarorlar talabiga ko'ra mahalla hududida sodir etilgan har bir oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlarning obyektiv, subyektiv sabablari o'rganilib, jinoyatlarni barvaqt oldini olish choralari ko'rmagan mas'ul shaxslarga nisbatan tegishli choralar qo'llanishi ta'minlanmoqda. Xususan, mahalla hududida sodir etilgan jinoyatlarning sodir etish sabablarini aniqlash maqsadida kunlik so'rov tizimi joriy etilgan va shu bilan birga mazkur jinoyatlarning kelib chiqish sabablari, uni sodir etilishiga imkon bergan shart-sharoitlarni aniqlash maqsadida davlat organlari hamda tashkilot va muassasalarga mas'ul shaxslarning harakatlarini yuzasidan xizmat tekshiruvlari tayinlanmoqda. Joriy yilning 18-mart kunidan viloyatda mahalla hududida sodir etilgan oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlarning kelib chiqish sabablari, ularning oldini olish vakolatiga ega bo'lgan mas'ul shaxslarning harakatlariga yuzasidan tegishli tashkilot, korxona va muassasalarga xizmat tekshiruvlari tayinlangan. Xizmat tekshiruvlari yakunlariga ko'ra bugungi kunga qadar mas'ul shaxslarga nisbatan intizomiy jazo choralari qo'llanilib kelinmoqda. Shuningdek, tuman bo'yicha manzilli chora-tadbirlar rejasidan tashqari har oyga mo'ljallangan qo'shimcha grafik ishlab chiqilib, kriminogen vaziyat og'ir bo'lgan mahallalarga tuman prokuraturasi va ichki ishlar bo'limining sohaga mas'ul o'rinbosarlari mas'uliyati biriktirildi. Amalga oshirilgan ishlar ahvoli kunlik so'rov yo'lga qo'yildi. Belgilangan muddatlarda mahalla hududida sodir etilgan har bir jinoyatning obyektiv va subyektiv sabablari o'rganilib, qonun buzilishiga yo'l qo'ygan mas'ul shaxslarning harakatlariga huquqiy baho berilib kelinmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining yuqorida bayon qilingan PQ 1, 2 va PQ 111 sonli qarorlari ijrosini ta'minlash maqsadida tuman prokurori rahbarligida
tasdiqlangan shtab va hududiy ishchi guruhlar shakllantirilgan bo'lib, ularning jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olish borasida kundalik ish faoliyati doimiy ravishda nazoratga olingan. Tuman prokuraturasi organlari tomonidan hududda tizimli ravishda qonun ustuvorligini ta'minlash, qonunlikni mustahkamlash, fuqarolarning huquq va erkinliklarini muhofaza qilish borasidagi prokuror nazoratining sifati, samaradorligi va ta'sirchanligini yanada oshirish yuzasidan barcha zaruriy choralar ko'rib boriladi. Axborotim qisqacha shundan iborat. Savollar bo'lsa, marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli Otabek Nodirish, hurmatli deputatlar. Bugungi yig'ilishda 2026-yilning birinchi choragida jinoyatchilikka qarshi kurashish va uning barvaqt oldini olish, mahallarda jinoyatdan xoli hudud muhitini ta'minlash, yo'l qo'yilgan kamchiliklarni tanqidiy muhokama qilib, kelgusidagi vazifalarni belgilab olamiz. 2026-yil 3 oy davomida Kogon tuman ichki ishlar xodimlari tomonidan jinoyatchilikka qarshi kurashish, jamoat tartibini saqlash, fuqaro xavfsizligini ta'minlash va huquq tartibotini mustahkamlash, jinoyatchilik barvaqt oldini olishga qaratilgan xavfsiz hudud, arsenal, qidiruv, tong, nazorat, turmush, ko'cha, o'smir, davomat hamda profilaktik kuni kabi tezkor va profilaktik tadbirlar amalga oshirildi. 3 oy mobaynida tumanda 38 ta jinoyatlar qayd etilib, o'tgan yilga nisbatan 14 taga, ya'ni 52 tadan 38 taga yoki 26.9% ga kamayishga erishildi. Tuman miqyosida jami sodir etilgan 38 ta jinoyatlarning 100 ming aholiga tahlil qilganda 43.1 ming bir tani tashkil qiladi. Jami jinoyatlarning 18 tasi, ya'ni 47.3% oldini olish mumkin bo'lgan, oldini olish lozim bo'lgan, o'tgan yilga nisbatan 1 taga, ya'ni 5.2% ga kamaygan. 18 tasi 47.3% aniqlangan jinoyatlar, o'tgan yilga nisbatan 6 taga yoki 50% ga ko'p aniqlangan. Ikkitasi 5.5 tadan 4 tasi axborot texnologiyalari orqali sodir etilgan jinoyatlar tashkil etadi. O'tgan yilga nisbatan 19 taga, ya'ni o'tgan yil 21 ta, shu yilda 2 taga yoki 90.5% ga kamayishga erishilgan. Qasddan odam o'ldirish, tan jarohati yetkazish, nomusga tegish, talonchilik, bosqinchilik, avtotransport vositalarini olib qochish jinoyatlari qayd etilmadi. Kogon tumanida o'tgan 2016-yilning birinchi choragida qayd etilgan jami 38 ta umumiy jinoyatlarning har ikkinchisini oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlar tashkil etadi. 3 oyda sodir etilgan oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlar bular: oilaviy zo'ravonlik 2 taga, ya'ni 100% ga, bezorilik 1 taga 100% ga, voyaga yetmagan bilan jinsiy munosabatda, ya'ni 1 taga 100% ga ko'paygan. Yo'l transport hodisалari 4 tadan 4 taga, o'g'irlik jinoyatlari 8 tadan 7 taga, ya'ni 12.5% ga kamayishga erishilgan. Aniqlangan jinoyatlarning jami jinoyatlarning 18 tasi yoki 47.3% huquqni muhofaza qiluvchi organlar tashabbusi bilan aniqlangan jinoyatlar o'tgan yilga nisbatan 6 taga, ya'ni 12 tadan 18 taga yoki 50% ga ko'p aniqlangan. Jumladan aniqlangan jinoyatlarning 3 tasi giyohvandlik, 7 tasi noqonuniy qurol saqlash, ya'ni xonadonlarda porox saqlash holatlari, 4 tasi qo'shmachilik, 1 tasi o'zlashtirish, aliment, to'lamachilik va ma'muriy nazorat qoidalarini buzish jinoyatlarini tashkil etadi. Shaxslar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar tahlil qiladigan bo'lsak, jamoat joyida sodir etilgan jinoyatlar 1 taga yoki 100% ga oshgan. Yoshlar, voyaga yetmaganlar, ayollar, muqaddam sudlanganlar,
mast holda bo'lgan shaxslar tomonidan jinoyatlar sodir etilishiga yo'l qo'yilmagan. Mahalla jinoyatchiligini tahlil qiladigan bo'lsak, Kogon tumanida qayd qilingan 40 ta jinoyatlarning 26 tasi, ya'ni 65% mahalla jinoyatchilik tashkil qiladi. Shundan 10 tasi oldini olish mumkin bo'lgan, 16 tasi aniqlanadigan jinoyatlardir. Mahalla hududida sodir etilgan oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlar o'tgan 2025-yilning shu davriga nisbatan 2 taga, ya'ni 8 tadan 10 taga, ya'ni 25% ga ko'payishiga yo'l qo'yildi. Mavjud 23 ta mahallaning 39,3% oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlar sodir etilgan. Kogon tumanida 2026-yil 1-chorakda mahallaning birtasi, ya'ni O'zbekiston mahallasi qizil to'yfaga ro'yxatga kiritilib, salmog'i viloyat ko'rsatkichidan ham yuqori bo'ldi. 2026-yilning o'tgan 3 oy davomida mahallada sodir etilgan jinoyatlar tahlil qiladigan bo'lsak, qizil to'yfadagi mahalla 2025-yil yakuni bilan yashil to'yfada bo'lgan O'zbekiston mahallasi 2 to'g'rilik jinoyat sodir etilganligi uchun 2026-yilning 3 oy yakuni bilan qizil to'yfadagi mahallaga kiritildi. Sariq to'yfadagi mahallalarda 5 ta, Niyozxo'ja mahallasida 2 ta, ya'ni jinoyat sodir etildi. Bular o'g'irlik hamda o'g'laviy zo'ravonlik bitta jinoyati. 2025-yilning yakunida mahalla sariq to'yfadagi mahalla hisobida bo'lgan. Mustaqillik mahallasi bitta o'g'irlik jinoyat sodir etilgan. 2025-yil yakunida mahalla qizil to'yfadagi mahalla hisobida bo'lgan. Hamda Beklar mahallasi. Bu mahallada endi jami bitta voyaga yetmagan bilan jinsiy munosabatga qarshi bo'lgan jinoyat sodir etilib, 25-yil yakunida ushbu mahalla yil davomida yashil mahalla to'yfasida hisobda bo'lgan. Istiqbol mahallasi. Bu mahalladan xuddi bitta voyaga yetmagan bilan jinsiy munosabatda kirishish jinoyat sodir etilgan bo'lib, 25-yil yakunida mahalla sariq to'yfadagi mahalla hisobida bo'lgan. Tutqunda mahallasi. Jami 2 to'g'rilik jinoyat sodir etilgan, 25-yil yakunida ushbu mahalla sariq to'yfaga kirilgan. Hamda Geofizika mahallasi, bu mahalladan bitta to'g'rilik jinoyat sodir etildi, 25-yil yakunida ushbu mahalla sariq to'yfadagi mahalla hisobida bo'lgan. Yashil to'yfadagi mahallarimiz, ya'ni 17 ta 25-yil yakuni bilan qizil to'yfadagi mahallaga kiritilgan Sarayon va Siyospoyon mahallarida joriy yilning 1-chorakida jinoyatlar sodir etilishiga yo'l qo'yilmadi. 25-yil yakuni bilan sariq to'yfadagi mahallaga kiritilgan Naqshband, Suxor, Yangi Ayot, Navro'z va Xo'jayakshoba mahallari yashil to'yfadagi mahallaga kiritildi. Kogon, Hukumatobod, Tuniroq, Cho'loq, Nurafshon, So'rg'un, O'bacho'li mahallalarida profilaktik tadbirlar to'g'ri tashkil etilganligi natijasida so'nggi 3 yil 2024, 25, 26 yillar cho'ragida ham yashil to'yfadagi mahallar to'yfasiga saqlanib kelmoqda. Eng ko'p jinoyat Tutqunda, Niyozxo'ja va O'zbekiston mahallarida 2 tadan sodir etildi. Ijtimoiy profilaktika yo'nalishi bo'yicha huquqbuzarliklar sodir etilishiga moyil yoki undan jabrlanish ehtimoli yuqori bo'lgan 1477 nafar shaxslar aniqlanib, ijtimoiy profilaktika elektron axborot tizimiga kiritildi. Profilaktik inspektorlar tomonidan 319 nafar, hokim yordamchisiga 312 nafar, xotin-qizlar faoliga 302 nafar, yoshlar yetakchilariga 250 nafar, ijtimoiy xodimga 245 nafar, soliq inspektoriga 49 nafar profilaktik obyektlari bo'yicha xulosalar berildi. Joriy yilning o'tgan davrida 1477 nafar ijtimoiy profilaktik obyektlarning 367 nafari 24,8% bo'yicha qo'shma xulosalar qilingan. Bir vaqtda Hukumatobod, Tutqunda, Navro'z, O'rtacho'l, Xo'jayakshoba va Siyospoyon mahallarida hokim yordamchilari tomonidan, Hukumatobod, Mustaqillik, Xo'jayakshoba, Tuniroq va Taraqqiyot mahallarida xotin-qizlar faollari tomonidan 7 ta mahallada Cho'loqi, Niyozxo'ja, Hukumatobod, Taraqqiyot, Nurafshon, So'rg'un va O'zbekiston mahallaridan tashqari boshqa mahallalarning yoshlar yetakchilari tomonidan ijtimoiy profilaktika obyektlarining muammolari hal etilmagan, birorta qo'shma xulosa qilinmagan. Hurmatli deputatlar, hisobotim shulardan iborat. Agar savollar bo'lsa, O'tobek Nodirovich. Rahmat savolingiz uchun. Albatta, endi bizlar kunlik, hurmatli O'tobek Nodirovich,
tungi noch xizmatimiz bor. Tungi nochda jam 136 shaxs tarkib bo'lsa, ichki ishlar tuman ichki ishlar bo'limidan har kunlik 45 ta shaxs tarkib xodim o'zi maxsus vositalar bilan elektroshoker bo'ladi, uni barcha maxsus vositalar bor uni. Quroli bilan birga 45 ta shaxs tarkibimiz har kuni bitta mas'ul hamda ikkita tekshirish bilan birga tungi xizmat faoliyati kechki vaqt soat 7 dan ertalab soat 5 gacha amalga oshiradi. Tumanni bizlar 4 ta yo'nalishga bo'lib olganmiz. 4 ta yo'nalishning ichida mana shu 45 shaxs tarkib ko'rib taqsimot qilingan. Taqsimot qishloqlar kesimida qilingan, mahalla emas, qishloqlar kesimida. Bitta даже bizlar hozirgi vaqtda endi mana bu tashriflar yakunlangan bo'yiz viloyatdan PPS avtopatrul xodimlarini ham oldik. Ikkita naryad har kecha chiqib, bu o'zimiz profilaktika xizmatimizdan tashqari patrullikni amalga oshiradi. Kechki vaqtda jami tun tadbiri davomida amalga oshirilgan ishlar, fuqarolarni saqlaydi, bemaqsad yurganini, korxona tashkilotlarini, bog'cha, maktab har biriga kirib chiqib, qarovlarni ogohlantiradi, hushyor o'tirish bo'yicha. Ular bilan profilaktik ogohlantirish ishlarini uxlaganini ushlab olib, buni joyida viloyat tumaniga avvalambor o'sha rayon mudiriga xat kiritamiz orqasidan. Agar mudir chora ko'rmasa, keyin tuman hokimimiz orqali viloyatga ustidan taqdimotlar kiritib chorasini ko'ramiz. Kechki vaqtda bo'ladigan to'yxona, bar, restoranlarga har kecha mana shu 45 ta shaxsiy tarkibimizdan har kecha 9 ta to'yxona bo'lsa, 6 ta 7 tasiga to'y bo'lyapti. Har bittasiga 2 tadan naryad xodimimiz bo'lib, xizmatni o'tab, to'yxonani oxirgi mehmonigacha chiqargandan keyin chiqib borib xizmatni davom ettiradi. U ham nochta xizmatini davom ettiradi. Tungi vaqtda bironta korxona tashkilot ularga bizlar majburiyat qilib berganmizlar. 38 banddan iborat majburiyat. Mana shu majburiyati bo'yicha bitta har bitta nochtaga xodim ishini qilish shart. Agar shu kecha o'sha majburiyatdagi ishlarni amalga oshirmasa, ertalab bu kungi, ya'ni keyingi smenaga qoladi u xodim. Endi majburiyatni bajarish uchun ertalabgacha uni minutma-minut vaqti bo'lmaydi. U yoqda protokol tuzish kerak, muqaddam sudlanganni tekshirish kerak, probatsiya turgan shaxsning uyiga borish kerak. Hozir aytib o'tganimdek korxona, bar, restoran tashkilotlarini yoptirib, uni qarovlarni ogohlantirish kerak. Patrullik yo'nalishida har bittasini kilometri qo'yilgan, o'sha kilometrda minutigacha qo'yganmiz. O'sha minutigacha borib kelib, axborot berib turish kerak. Har qanday aniqlangan holat bo'yicha navbatchilik qismi bilan 4 dan 4 aloqalarimiz o'rnatilgan, ratsiya orqali axborot berib, har 10 minutda axborotini uni shaxsan navbatchilik qismi hamda kechki vaqtda tushadigan mas'ul o'zi shaxsan olib turadi. O'zimiz ham har kecha Otabek Nodirovich ham, Sardor Iskandarovich ham xabarlari bor. 12:1-2 bo'lmasa uyga kira olmaymiz. Sababi kechki vaqtda siz aytgandek jinoyatlar bo'lyapti, boshqasi bo'lyapti, uni oldini olish yo'li faqat profilaktika. Mana shu hozir O'zbekiston mahallasini qizilga tushganini sababi ham muqaddam sudlangan Buxoro shahridan kelyapti. Oldin zonada o'tirgan bular, endi zonada o'tirib og'ayni bo'lib, endi bera kelib ketiryapti, o'zini uyiga mehmon qilib qo'yapti Otabek Nodirovich. O'zini ota-onasining uyiga, Kexaysheri uyi yo'q, joyi yo'q deb mehmon qilib qo'yapti. Bu endi shundan foydalanib kelib shuni o'zini og'aynisining uyini muqaddamdan o'sha zonada o'tirgan bo'lgan. Kelib kechasi uyiga ketgandan keyin o'zini uyiga, o'zi qo'shnida turadi. Otasining uyiga buni shuna qo'yapti, bir kecha yashagan. Kelib shuni uyini to'liq narsalarni yumarib ketyapti. Endi o'zimizni fuqarolar tomonidan qilinmayapti bu. Bu o'sha Buxoro shahridan kelib, bir kecha endi mehmon qilaman deb qo'yapti. Shuni evaziga qilib ketyapti. Ham bu voyaga yetmaganlar bilan jinsiy aloqaga kirishish masalasi, bu endi o'zingiz ham yaxshi tushunasiz. Hozir O'bacho'li mahallasi, Hukumatobod, Geofizika bu tomonlarda Beklar mahallasida o'sha Lo'li millatiga mansub bizlar ular bilan borib tegishli tartibda profilaktik ishlar olib boryapmiz. Lekin endi ularda udum deydi, boshqa deydi, top baronigacha chaqirib, to'g'risi uni kuyovigacha olib kelib, gaplash juda qattiq gaplashyapmiz. Hozir endi oldinga nisbatan ancha kamaydi, lekin baribir bu oldini olamiz. Bu Kalinskiydan tashqari ichkariga deyapsizlar. Bo'ldi, yaxshi, men inobatga olaman, o'zi yuboramiz, uni ham normalari bor, o'rganadi, qo'yamiz. Ha. Tushunarli. Borib o'rganib aytadi.
Shunday. Bundan tashqari bu maktabga o'qiydi, maktabga borib o'zini qilayotgan ishlarini boshqa tengdoshlarga targ'ibot qilib, mana bu buzilishga olib kelish mumkin. Shunga o'z beradi. Sizga qo'shilmoqchi o'xshay emasman. Siz bolalar ma'lumotni bersan, shuni o'z nazorat qilib bersangiz. Yaxshi, men nima qilib bog'lanib o'shani bering. Men alohida inspektor psixologlarimiz bor. Ota-onasi-yu, o'zini-yu hammasini chaqirtirib alohida profilaktikasi qilamiz. Shuni gaplashamiz. Ayol kishi. Qiz bola. Bitta qaror qismiga qo'shib qo'yishimiz kerak endi. Nima siz yozib qo'ying, mana Qizil mahalla O'zbekiston debdilar-ku. Mana hozir xabarlaringiz, muomalalaringizni o'shani ham nima qilib olishimiz kerak hozir. Aka siz o'tiraversangiz ham mana. Yo'q, savollar bor Mana bu ekan. murojaatlar nimasi? O'z bir minut. Mana chorshanba kuni biz murojaatlarni qabul qilamiz-ku. Mana shu chorshanba kuni mahallada sayyor deyapti buni. Chorshanba kuni o'sha Qizil mahallaga borishimiz kerak buni. Matbuot. Mana hozirdan belgilab qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana O'zbekiston beklar Niyozxo'ja mustaqillik istiqbol tutqundagi ofisga qilib, keyin yana biz uchalamizga biriktirilgan mahallani yana qo'yib, hozirdan nimasini berish kerak chorshanba kuni. Ana endi qolganlar qanday qilamiz degan joy bu. Qolganlar mana xalq qabulxonasini oldingi safar ozgina muhokamaga sabab bo'lib-ku mana sessiyani nimasi, byudjetni tasdiqlanishi. Mana o'z xalq qabulxonasini tuman hokimligiga ajratilgan qanchadir 40 million, 30 million pul bor ekan, o'shani men xalq qabulxonasini o'z remontiga qilyapmiz. Bu ham endi o'z hokimiyat tarkibiga kirdi. O'sha yerda har kun qabul tashkil qilishimiz kerak. Mana paxta boshlandi, endi paxta ekish boshqa. Men kela olmasam, har kun bitta hokim o'rinbosari qilib qo'yishimiz kerak. Bitta deputatimiz kelsinlar o'zlarini. Bitta tashkilot kelsin. Masalan, bugun gazchilarni qabuli bo'lsin. Ertalab 8 dan bo'lsin. Tushunarli? Bir kun svetchilar kelsin. Bir kun suvchilar kelsin. Odamlar bilsin shu ana xalq qabulxonasi ishlayverish kerak-da. Men endi mana PK1 bo'yicha demak, chorshanba kunini belgilab olamiz. Har chorshanba, payshanba kuni prezident yoshlar kuni deganlar, yoshlar, tamom masala yo'q. Bu qabulni, sayyor qabulni Qizil mahalla, Sariq mahallalarga, og'ir mahallalarga, u qabulni xalq qabulxonasi har kun 8 dan 9 gacha masalan bular qabul qilsinlar amalari. Masalan, hokim kerak bo'lsa yoki nachalnik, prokuror kerak bo'lsalar, bularni o'sha vaqtini belgilaymiz, qachon paxta ekilmaydi, qachon soatini o'sha paytga belgilab yoki namozga soat 4 dan 5 gacha qilib, bu xalq qabulxonasini biz tirik qilib qo'yishimiz kerak. Endi shuncha remont qilamiz, boshqa qilamiz. Odamlar to'rt tarafga bo'lmasligi kerak. Kelishgan. Shunday qilsa agar menimcha o'sha qizil sariqlarni ham bir profilaktika qilib chiqib, u yerga bo'lgan paytimiz mana chorshanba kuni. Yana o'sha oldingi tizim hamma boradi, masalani ko'rib, o'sha ijtimoiy xizmat ham boradi, xotin qizlar ham boradi, boshqa boradi. Shuni aylantirib olishimiz kerak. Yana bunga qo'shishingiz mumkin aka siz nimalarni. Masalan, ba'zi birorta kuch aytibdi, Cholokiga deb beradi. Choloki yo'q masalan. Xo'jalik shabaga o'zini odam ko'proq, bera yo'q u. Mojbur u yerda ham agar shunaqa nima bo'lsa, hozir berib qo'ysangiz, sizlar grafik qilayotgan payt grafikni bugundan chiqarish kerak masalanda. Tushundingizmi? Mana birinchi O'zbekiston qilib keyingi chorshanbani belgilash kerak. Shu sessiya bilan nima bo'lib ketish kerak-da, kelishdigan. Avvalambor savol uchun rahmat. Bizlar to'g'risini aytsam sizga endi hurmatli yurtboshimiz mana shu yoshlarga qilayotgan e'tiborlari bizda ko'p narsaga ko'zimizni ochdi-da. Endi talablari, e'tiborlari mana shu bar restoranlarga bizlar qo'yayotganimiz asosiy maqsadimiz ham shu. Ularni o'sha maktabda o'qib turib, to'yxonaga kelib ishlashi. Dastlabki bizlar xodim qo'yganimizda hamma to'yxonalarda kechki vaqtda ofitsiantlar maktab o'quvchilari edi. Hammasi edi. U yashirgan joyi yo'q. Endi o'z statistikasini men sizga bera o'z nima qilib qo'shmabman. Alohida yana bu sessiyaga qo'shtiraman. Otabek Nodirovich juda savol to'g'ri, lekin bizlar ana shu xodim qo'yganimizdan keyin to'yxona egalarini hammasini chaqirdik idoraga. Bitta gaplashdik, ogohlantirish xatlarini berdik. Tushunmagani bo'ldi, haqiqatan bizning gapimizdan keyin yana ishlatdi. Ularni alohida to'yxona bar restoran o'ynaqlatgacha Otabek Nodirovich o'zlari 4-modda bilan chiqarib olib jarimalarni qildik. Hozir deyarli qolmadi. Agar yashirincha qilmasa,
Ito o'shanga ham bizlar har kecha reyd gruppalarimiz chiqadi. Imенно voyaga yetmaganlar yoshlar yo'nalishi bo'yicha alohida gruppa chiqadi. Men yashaydigan joyimiz ana shu Nur Hayat ham, to'yxonasi ham, nimasi ham, bu beklar ham почти 70% bar restoranlarni bizlar jarimaga tortdik. Imенно mana shu voyaga yetmaganni ishlatgani uchun. 70%. Bu narsaga shaxsan o'zim mana qarshiman, sababi u dam olish kerak, o'tayotgan o'ldirish keyingi uyda u hozir faqat o'qish kerak. Sababi yurtboshimiz shuncha imkoniyat qilib beryaptilar, uni haqqimiz yo'q uni qo'shimcha boshqa bir mehnatga jalb qilishga. O'zimiz ham qarshi biz qilyapmiz bu tadbirlarni, bu tadbirlar bir kun ham bir soat ham to'xtamaydi. Sababi biz o'zimizdan, viloyatdan ham so'rov juda ko'p qattiq bo'ladi bu masala. Yana savollar bormi? O'tayotgan o'ldirish ruxsat bersangiz bir men o'zim taklifim bor edi. Hozir mana shu Qizil mahalla deyapmiz, haqiqatan ham bitta qizil bo'lgani bu juda bir tumanni kriminogin vaziyatini inobatga oladigan bo'lsak, uyatlik holatda. Endi bu biz profilaktika inspektorini hozir shu masala bo'yicha attestatsiya qo'ygan biz chorasini ko'ryapmiz. Jinoyatlar bo'lyapti, tan jarohati bilan bog'liq bo'lgan jinoyatlar, holatlar bo'lyapti. Mana shu tan jarohati bilan bog'liq bo'lgan jinoyatlar, holatlar nizoli xonadonlar, endi er xotinni bir o'rtasidagi bo'lgan mojarolar sababli bo'lyapti. Mana shu mojarolarni bizlar tuman xotin qizlar o'rinbosari bilan birga chiqib bartaraf qilyapmiz. Lekin ayoli bilan bir janjallashib qolib, bir ayolni qo'shini yorib, bir burun sindirgandan keyin uni yarashtiruv masalalari o'zi qo'yilyapti. Agar yarashtirsak, sudgacha o'shani jinoyat ishi qo'zg'atgancha yo o'shani jinoyat ishi qo'zg'atgandan keyin protsess davomida yarashtirsak, Qizil mahalla, Qizil u o'zidan o'zi jinoyat mahalla hududida sodir etilgan jinoyat hisobiga kiradi, keyin mahalla Qizilga aylanadi. Shuni deputatlardan bir iltimos qilmoqchi edimki, hozir 3-4 ta jinoyat ishi yurituvda bor, tergovni qo'lida. Shuni bir sizlar o'zlaringizga ham bir taklif qilamiz, o'sha mahallaning deputati sifatida o'zlaringiz ham bir yordam berib, bir yarashmayapti. Unday qildik ham, bunday qildik ham, hammani qo'yishdik. O'tayotgan o'ldirish. Shuni agar yarashtirsak, men o'ylaymanki, o'sha mahallani qizillikka olib kelishni ham oldini olamiz. Agar yarashsa, men o'yla. Ham yana bir qushning uyasi buzilmaydi, har tomonlama bir o'zimizga ham hozirgi olib borayotgan siyosatga ham juda to'g'ri keladi deb o'ylayman. Shu bir taklifim bor edi, shu deputatlar shu masala bo'yicha bir e'tibor qaratib, bir men to'g'risi hozir nimaga ham yuboraman, yurtudagi shunga bir yordam bersalar, bir birlashsak. Menda shu masala. Hurmatli deputatlar, muhokama qilingan masala bo'yicha kengash qarorini qabul qilishimiz kerak. Doimiy komissiya tomonidan tayyorlangan qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Qaror loyihasi bo'yicha kimda yana boshqa takliflar bor? Boshqa takliflar bo'lmasa, qaror loyihasi asosida qabul qilinsin va deputatlarning takliflarini inobatga olgan holda ma'qullansin degan takliflar kiritiladi. Shu taklifga qo'shilganlarning qo'l ko'tarib tasdiqlab berishlarini so'rayman. Ro'zilar, qarshilar, betaraflar. Demak, qaror qabul qilindi. Rahmat. O'tiring. Sessiya kun tartibidagi keyingi masala oila va xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash tizimini kuchaytirish, xotin-qizlarning huquq va qonuniy manfaatlarini ta'minlash, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy faollikni oshirish va gender tengligini ta'minlash. Hisobot berish uchun so'z Qo'qon tuman hokimi o'rinbosari, oila va xotin-qizlar bo'limi boshlig'i Murodova Dildora To'xtayevga rahmat. Shu masalasi juda to'g'ri. Bundan keyin budjet bo'yicha budjet ayolsa kiritdik. Bu yerda bitta masala bor. Mahmud G'o'ji siz qolasiz bu yerda. O'sha ko'prikka yo'q, ko'prikka yetmaydi pul. Lekin biz ko'prikning основаниясini qilsak, betonini, boshqasini o'zimiz qilamiz. Ana o'tirib bajarilgandan, zaxiradan, boshqadan qilamiz. U ham nima deydi, kiritibdilar, apaga ham bir kelsalar, juda minnatdorchilik bildirishimiz kerak. Shu bilan shu telefonlashib, "Mana siz qiling, biz qolganini qilamiz" bunda. Endi men dedim shu nima deydi, bir bo'lsin dedim, bo'lib 5 kilometrmi, 6 kilometr nima bo'ladi? Uni ham nima deydi, yana ikkinchi
Assalomu alaykum, hurmatli sessiya ishtirokchilari. Mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yilida ustuvor yo'nalishlari bo'yicha islohotlar dasturlari hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 15-sentyabrdagi O'zbekiston 2030 strategiyasi to'g'risidagi P158 sonli farmonida belgilangan xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash tizimini kuchaytirish, ularning huquq va qonuniy manfaatlarini ta'minlash, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy faolligini oshirish, gender tengligini ta'minlash siyosatini davom ettirish, xotin-qizlarning ijtimoiy siyosiy faolligini oshirish orqali boshqaruv lavozimlaridagi xotin-qizlar ulushini 30% ga oshirish, ularning qonuniy va huquqiy manfaatlarini ta'minlash, ayollar daftari bilan manzilli ishlarni shaffof mexanizmini yaratish, mazkur ishlar bo'yicha jamoatchilik nazoratini o'rnatish belgilangan. Gender tenglikni ta'minlash, xotin-qizlarning ijtimoiy siyosiy faolligini oshirish orqali boshqaruv lavozimlaridagi xotin-qizlar ulushini oshirish yo'nalishida quyidagi bir qator amaliy tadbirlar olib borildi. Jumladan 111 nafar ayollar rahbarlik lavozimlarida, 3 nafar MFR rais lavozimlarida, 13 nafar fermer xo'jaligi rahbari, 7 nafar tuman kengashi deputati, 2 nafar viloyat kengashi deputati, 8 nafar ayollarimiz maktab direktorlari, 15 nafarlari maktabgacha ta'lim muassasasi mudiralari, 71 nafar turli tashkilot va korxonalar rahbarlari sifatida ishlab kelmoqda. Kadrlar zaxirasi shakllantirilgan bo'lib, 14 nafar xotin-qizlar rahbarlikka zaxiraga kiritilgan. 2026-yilning 3 oy yakunlari bilan 2 nafar xotin-qizlarimiz rahbarlik lavozimiga tayinlangan. Xotin-qizlar bandligini ta'minlash va tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash yo'nalishida Oila va xotin-qizlar bo'limi hamda tuman kambag'allikni qisqartirish va bandlik bo'limi tomonidan 62 nafar ishsiz xotin-qizlar doimiy ishlarga jalb etish orqali bandligi ta'minlandi. Tumanda 15 nafar lider tadbirkor ayollar tanlanib, ularga mahallalarda yashovchi ehtiyojmand oilalardagi 94 nafar xotin-qizlar biriktirildi. 4 nafar xotin-qizlar kasb-hunarga o'qitilib, hozirda 24 nafar xotin-qizlar vaucher orqali tikuvchilik yo'nalishida o'qitilyapti. Eng yaxshi ijtimoiy loyihalar tanlovi tuman bosqichida 13 nafar tadbirkor ayollarimiz g'olib deb topildi. 26 nafar ehtiyojmand xotin-qizlarimizni Bo'stonliq tumanida joylashgan dam olish maskanlarida dam olib kelishlari hamda ularga psixologik yordam ko'rsatish, tadbirkorlik ko'nikmalariga o'rgatish bo'yicha motivatsion seminarlarda ishtirok etishlari ta'minlandi. Tumanda onalik va bolalikni muhofaza qilish yo'nalishida 2026-yil tug'ruq yoshidagi 528 nafar xotin-qizlar salomatligini mustahkamlash, sog'lom farzand tug'ilishi, tibbiy yordamlar ko'rsatilishi yo'nalishida tuman tibbiyot birlashmasi bilan hamkorlikda bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan 2026-yilning 3 oy davomida tumanda onalar o'limi qayd etilmadi. Erta turmush holatlari bo'lmadi, lekin 4 nafar lo'li millatiga mansub qizlarimiz tomonidan erta tug'ruq holati qayd etildi. 347 ta 3 oy mobaynida tug'ruqlar soni 347 ta bo'lib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 8 taga kamayishga erishilgan. Birinchi chorak davomida tumandagi 25 ta umumiy o'rta ta'lim maktablarining 3921 nafar o'quvchi qizlari, ya'ni 5-11 sinf o'quvchi qizlarimiz to'liq chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Xotin-qizlar tomonidan sodir etilgan salbiy holatlar va ularning profilaktikasi yo'nalishida tumanda 218 nafar tazyiq va zo'ravonlikka uchragan xotin-qizlarga 218 nafarga himoya orderi berildi. Joriy yilda xotin-qizlar o'rtasida jinoyat qayd etilmadi. 3 oylik birinchi chorak mobaynida xotin-qizlar va voyaga yetmaganlar o'rtasida o'z joniga qasd qilish va suisid holatlari ham hozirga qadar kuzatilgan yo'q. Joriy yilning 3 oy davomida tumanda jami migratsiyadan qaytgan fuqarolar soni 552 nafar bo'lib, shundan 150 nafari xotin-qizlarni tashkil etadi. Ular bilan suhbatlar tashkil etilib, huquqiy, psixologik, tibbiy yordamlar ko'rsatilib kelinmoqda. Jumladan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 3-martdagi yaqinda bu qabul qilindi. Bu P133-sonli farmonlari ayollar va bolalar huquqlarining himoyasini kuchaytirish hamda ularga nisbatan tazyiq va zo'ravonlik holatlarini oldini olish bo'yicha qo'shimcha tashkiliy huquqiy choralar to'g'risidagi farmon. Bu bo'yicha viloyat hokimini hamda o'zimizning tuman hokimimizni ham qarorlari
qabul qilindi. Bu asosida chora-tadbirlar dasturi tuzildi. Maishiy zo'ravonlikni oldini olish masalalari bo'yicha tuzilgan chora-tadbirlar asosida hozirgi vaqtda dastlab mahallalar tizimida boshladik. Targ'ibot tashviqot ishlarini, undan keyin o'sha umumiy o'rta ta'lim maktablari o'rtasida ham bu tadbirlarni izchil davom ettirish yo'lga qo'yilgan. Qisqacha ma'ruzam shu. Savollar yo'qmi? Mana shu yerda bitta narsa aytib o'tdingizda. Shunda. Shu mavzuga e'tiborni qaratib, o'sha hududda shaxsan hokim o'rinbosari o'rganishni so'ragan. Tushunarli. Rahmat savol uchun. Albatta, bu masalani o'rganib, demak, tegishli choralarni ko'rishga harakat qilamiz joyida. Tibbiyot birlashmasi bilan birlikda. Farzatchiga bormi yana savollar, takliflar? Ma'qulmi? Muhokama qilingan masala bo'yicha kengash qarorini qabul qilishimiz kerak. Tayyorlangan qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Qaror loyihasi bo'yicha takliflar bo'lmasa, deputatlarning takliflarini inobatga olgan holda ma'qullansin degan taklif kiritiladi. Shu taklifga qo'shilganlarning qo'l ko'tarib tasdiqlab berishlarini so'rayman. Ro'zilar, qarshilar, betaraflar qaror qabul qilindi. Rahmat. Sessiya kun tartibidagi 5-masala O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi PQ 50-72 sonli va O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2024-yil 30-yanvardagi KQ 666 sonli qarori va ushbu qaror namunaviy nizomga kiritilgan o'zgarish, ya'ni Oliy Majlis Senati Kengashining 2025-yil 17-dekabrdagi KQ 285 sonli qaroriga asosan ochiq byudjet axborot portali orqali jamoatchilik fikri asosida shakllangan va ovoz berish yakuniga ko'ra 2026-yil 1-mavsumda g'olib deb topilgan loyihalar, shuningdek deputat tashabbusiga asosan g'olib deb topilgan loyihani tasdiqlash hamda ularga mablag'lar yo'naltirish to'g'risida hisobot berish uchun so'z Kogon tuman iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i o'rinbosari Natif Shirali To'yirishga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli deputatlar, hurmatli yig'ilish qatnashchilari. Bu kun tartibidagi masala bo'yicha hozir aytib o'tilgan o'sha 2024-yil 30-yanvardagi 666-sonli O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining qarorini talablari asosida hammamizga ma'lumki, an'anaviy tarzda o'sha har yili fevral-mart oylarida 1-mavsum bo'yicha o'sha tashabbusli fuqarolar tomonidan kiritiladigan loyihalarni tanlab olish, o'tkazish hamda moliyalashtirish bo'yicha ishlar amalga oshirib boriladi. 2-mavsum esa iyul-avgust oylarida amalga oshiriladi. Endi bu ma'lumot sifatida aytib o'tilyapti. Endi shu fevral va mana shu mart oylarida o'tkazilgan tashabbusli byudjet jarayonlari bo'yicha shu o'ziga xos o'sha talablar asosida o'tkaziladi. Bu 1-fevraldan 20-fevralgacha o'sha loyihalarni kiritish jarayoni amalga oshirildi. 21-fevraldan 7-martgacha saralash bosqichi bo'ldi. Hamda 8-martdan 10-martgacha targ'ibot bosqichi bo'ldi. 11-martdan 20-martgacha ovoz berish bosqichlari bo'lib, hamda o'sha an'anaviy tarzda 21-mart kuni bayram munosabati bilan endi shunday nima qilinganki, bosqichlar kelishtirib, shunday targ'ibot qilib, bo'lak-bo'lak qilib, dekadni qilinganki, o'sha bayram munosabati bilan g'oliblar aniqlangan. Ikkinchi bosqichda o'sha mustaqillik oldi g'oliblar aniqlanadi-da.
Bu 1-aprelgacha cho'zilganini asosiy sababi o'sha 666 ga o'sha yillar davomida o'sha joriy qilinib keladigan yangiliklar asosida o'zgartirishlar kiritib borilyapti. Ana shu yil hammamizga xabarimiz bor. 25-yilda deputat tashabbusi hamda sherikchilik asosida kiritiladigan loyihalar bo'yicha o'zgartirish kiritilgani munosabatini inobatga olgan holda o'sha 21-martga g'oliblar an'anaviy tarzdagi g'oliblar aniqlangan bo'lsa-da, lekin bu o'sha 264-son prezidentimizning qarorlariga asosan deputatlik tashabbusi asosida g'olib bo'ladigan loyihalarni g'oliblash bilan bog'liq bir qator sabablar asosida g'olib bo'lish kerakda u. Yozilgan o'sha qarordaki, o'sha tumandagi, hududdagi o'sha aholiga xalaqit qiladigan bir muammomi yo bo'lmasa boshqa bir holatlar va infratuzilmaviy rivojlantirish bilan bog'liq muammolarni hal qilish maqsadida okruglardan saylangan deputatlar tomonidan o'sha eng dolzarb muhimligi inobatga olingan holda deputatlar tomonidan o'rganib chiqilib, jamoatchilik bilan birgalikda o'rgangan holda g'olib qilish avtomat tarzda g'olib qilinadi o'sha deputat orqali. Bizda hozir bugungi kunda an'anaviy tarzda g'olib bo'lgan 3 ta loyihamiz mavjud. Bunda o'sha Kogon tumanidagi Nurafshon va Mefiyedagi Chuqurko'l qishlog'i hamda bunda eng yuqori ovoz bilan 5000 ta ovoz bilan g'olib bo'lgan 1,5 milliard mablag' kiritilgan asfaltlashtirishga. Keyingisi bu Xo'jaksha, O'rtakeyn, Naymancha qishloqlaridan o'sha 3-maktabga olib boruvchi yo'lni asfaltlashtirish 1 milliard 560 million so'm bunga mablag' ajratiladi. Hamda Siyospoyon Mefiyedagi 17-maktabning tom qismini alishtirish, remont qilish bilan bog'liq. Bunga 1 milliard 648 million so'm mablag' ajratiladi. Hamda bizning o'sha mahalliy byudjetimizdan moliyalashtirilmasa-da, bizning mahalliy Kogon tumanida joylashgan texnikumimiz mavjud. Andirida Amaglar texnikumni, o'sha texnikumni remonti bilan bog'liq, qurilish, ta'mirlash ishlari bilan bog'liq 1 milliard 648 million so'mlik mablag' bunga yo'naltiriladi. Jami bu an'anaviy tarzda yo'naltiriladigan mablag'lar 6 milliard 356 millionni tashkil qiladi. Qo'shimcha tarzda yuqorida aytib ta'kidlanganidek, o'sha Kogon tumanidagi o'sha O'rtacho'l Mefiyedagi o'sha ko'prik bilan bog'liq, ko'prikning o'zi yaqinda ana Otabek Nodirovich ham aytib o'tib ketdilar-ku, mablag' masalasi bunga 1 milliard 647 million 600 ming so'm mablag' ajratiladi. Bu respublikadan kelinadi. Endi respublikada o'sha yangilik tarzda bu yil joriy qilindi. Bizga o'tgan yili OPM byudjetimizga tuman mahalliy byudjetga 22 milliard 420 million mablag' ajratilgan bo'lsa, o'shaning 50% bu yil ajratildi. 10 milliard 250 million ikkita mavsumga. Asosiy qolgan qismi respublikada o'sha deputatlar tomonidan tanlab olinadigan loyihalar uchun alohida jamg'arma tashkil qilib, Moliya vazirligi huzurida o'sha yerda mana shakllantirib qo'yilgan. Asosiy nimalarim endi yana qo'shimcha ana bu sherikchilik asosidagi nimaga qisqacha to'xtalib o'taman. Bizda sherikchilik asosida 4 ta mahalla 3 ta mahalladan kiritildi. Benaqshband, Niyozxo'ja, Tutkunda. Lekin bu mahallalar o'z navbatida tanaffusga tushgan mahallalar. O'zbekiston mahallasi ham 23 ta mahalladan jami umumiy o'zi 69 ta loyiha kiritildi. 69 ta loyihadan 52 tasi saralash bosqichidan o'tdi. Saralash bosqichidan o'tdi. Bu saralash bosqichidan o'tishida o'sha buyurtmachi tashkilotlar borda, mana misol uchun yo'lni, boshqani ishini qiladigan UKS bor, boshqa tashkilotlarimiz bor. Ular xulosasini beradi. Xulosasiga asosan saralash bosqichidan o'tgandan keyin O'zbek jarayonida 52 ta loyihadan mana shu mablag' doirasida 4 ta loyihamiz an'anaviy, bitta loyihamiz deputatlik tashabbusi asosida g'olib deb e'lon qilindi. Bu Niyozxo'ja, Benaqshband, Tuniroqdagi sherikchilik asosida kiritilgan mablag'lar o'sha 280 ga asosan qarorning talabi borda, 50 tadan ovozi yuqori bo'lib, keyin g'olib deb tanlab olinadi. Mablag' masalasi shakllantirilgan bo'lishi kerak sherikchilik asosida. Kiritilgan loyihani, ana misol uchun Benaqshbandda bizda kiritilgan nimamiz 150 million so'mga ko'cha chirog'i deb kiritilgan. Buni 50% 75 million pul mablag' shakllantirilgan bo'lishi kerak. Shakllanmaganligi sababli bu rad qilindi. Agar tanaffusga tushmagan bo'lardi, bu mablag' kiritilmagan bo'lsa-da, an'anaviy o'tkazib yuborilardi. Shuning uchun bu 3 ta mahallamiz ham rad qilingan, shakllanmagan. Qisqacha ma'lumotim shu.
Yo'q, bu endi davlat dasturi asosida kiritilishi kerakda, o'rganilib davlat dasturi asosida, lekin bizda hozir bu rivojlantirish dasturlari orqali amalga oshiriladida bu yo'nalish. Lekin bu o'rgangan hayotimizni emas, nomiga bilan tarkibchilar, bo'larga beriladigan mahsulotlar yoki o'rganishimiz kerak shu narsani. Shartli deputatlar chiqdi. Faqat deputatlar qaror qilish kerak emas. Sizlar bo'lyapsizlar, manba bo'lmaysiz. Sizlar rais bo'lish kerak. Endi men sizni fikringizga qo'shimcha qilmoqchiman. Bu DXClarga o'zi har bir jarayonni nazorat qilish uchun har bir narsani huquqiy asosi bor-da. Huquqiy asosi bor. U huquqiy asosida belgilab beriladi. Javobgarlik, nazorat belgilab berilgan. Shu jumladan bu siz aytgan bu hozir aniq esimda yo'q, o'sha 378 mi 300 nechchi o'sha DXClarni joriy qilinishi va ularni ustidan nazorat qilish to'g'ridan to'g'ri iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti hamda KRUga yuklatilgan. Bu yerda nazorati yuklatilmaganda moliyaga. Faqat mablag' ajralishi bu markazlashgan holda bo'ladi. Tuman hisobidan ham kelmaydi ular mablag'i. U respublikadan to'g'ridan to'g'ri moliya vazirligi orqali puli mablag' ajratiladi. U ham bu avtomat tarzda ana Faceitiga o'xshagan ular programma qilgan bolani kredit chiqishiga asosan qancha ma'lumotni, qancha o'sha mablag' sarflanishini, hujjatlarini, misol uchun elektriga yo bo'lmasa ovqatlanishga yo o'sha nima deydi uni? Pastel bilyosiga ketadigan nimalarni kiritadi, dasturiga avtomat integratsiya qilingan Moliya vazirligi bilan birgalikda. O'shandan tortib olib u programmaga o'sha oylik to'lovlar shakllanib avtomat tarzda keladi. Tartibi shunday. Endi jamoatchilik nazorati asosida sizlar bilan birga qo'shilib moliya chiqsa bo'ladi. Uni hech qanday rad qiladigan joyi yo'q. Masala yo'q. Agar chora-tadbir asosida birgalashib, agar chiqish kerak bo'lsa, bir nima qilsangizlar, bildirsangizlar, birgalikda chiqib, biz o'zimizni o'sha moliyaviy tomondan yondashuvlarimizni, xulosamizni berib, o'rganishga amaliy yordam beramiz. Qilamiz bu ishni. DXCni. Saklangan gazi o'zgartirib mahsulotlarni programmaga kiritsa o'z respublikada nazoratini ayolga Shular mutaxassis bor o'zi. Shular. Endi bunida buni har kun borib yo'qolib yo'qsaylab o'rgangan bilan buni maqsad bo'lmaydi. Lekin bu bilimni saylab qilish yo'qman deb keladi. Alohida bilim tashkil avval yo'q edi. Ayollar bunida maqsad yo'q. Shular. O'ylik bo'lyapti o'shalar. Budjetdan ish haqisini olyapti-da ular. O'sha hayvonlardan talab qiladi. Mudir ishlayapti. Bu ta'lim emas. Tabiiy ta'lim ulardan ijrosini so'rab turishimiz. Hozir aytgan usulni keyingi nimaga qo'ygan paytda yana mudirning hisobotiga kerakmas. O'sha eshiklar bilan shug'ullanayotgan
bo'limning hisobotiga chiqadi. Endi u mudirga hozirgi tadbirlar shu aytib beradi. Lekin u ichida shug'ullanayotgan mutaxassis o'zlariga aytgan fikrlarni biladi. Keyinda bir savol beradi. O'tishda bo'lagan ichigan ovqatni go'sht solish kerak. Nima qilib berish kerak? Kalkulyatsiyasi bor, menyusi bor, расчети bor kunlik. Lekin uni o'zini olishini sababi o'sha yerda 3 kilometrdan aeroport bor. Buxoro viloyat xalqaro aeroporti o'sha yerda. Qurildi. 3 kilometr masofada. O'sha yo'lda cho'zilgan. Endi ko'z oldingizga keltiraylik. Mana hozir Niyozxonlikdagi bo'layotgan odam aeroportga boradi. Uzoqni kelib tushadi. 16 kilometrdan aylanadi. 16 kilometr. Agar hozir saytga hech bo'lmasa 10 kilometrga qisqaradi. Ana shu tomonga bo'lib o'sha yerda nima 5 tonnalik, ya'ni yengillatmaga o'tadigan holatdagi ko'prik qilyapti. Sababi endi yerda aeroport qurilsa, uzoq bilan 5-10 yilda keyin o'rtacha viloyat markaziga aylanadi. Kelajakda o'sha yerda endi rejalashtirishimiz kerak. Ko'p qavatli uylar qurish. Ko'p qavatli uylar qurishga ruxsat beriladi. O'sha aeroportga keladigan infratuzilma obyektlarini qo'shib ketadi. Aholiga xizmat ko'rsatadigan narsalar qurish kerak. Bu degani o'sha suv nuqtasi deyilmaydi, tumanni
investitsiyaga milliard berishimiz kerak bo'ladi. Milliard vaziyatdagi 300 kishi ishlasa, ularda aqoid rivojlanish bilan 3000 gektar yer, 3000 gektar yerni hozir ta'min bo'lgan paytda 16 kilometrda laylar bo'lmaydi. O'rganishadi. Ulardan yerda o'zini o'sganimizda 6 kilometr qisqarib qo'yadi. Bo'ladi, o'sha haqimiz bo'ladi. Mana o'tirgan qanchadir qismi tumanli yerlarda qurishadi. Erta kunlari boshqa tutilgan mahallasini qurishadi. Kengaytirishimiz kerak. Shuning uchun o'tirgan mablag'dan keyin kvartaldan o'sha yerga qarashimiz kerak. Keyin bir foizdan insanlar cheklash qo'ydi. Bir foiz o'rgan nimalar bo'ldi? O'qishlar bo'ldi. Bir foizga kredit oldi. Shunaqa bo'ldi. Shuning uchun ham ular MCG sifatida tashkil qilib olish imkoniyati huquqi borda prezident qaroriga asosan. Shu narsani biza bitta shu zo'r boshqa shuni turibdi. Biza shunaqa ishlab olmaymiz. Yo'q, ishimiz kerak. Hozirgi kengash vakolat bu. Kengash ishni tashkil qilish kerak. Bunga deputatlar, asosiy mutaxassislar, deputatlardan iborat, ijro organ vakillaridan iborat, uchta to'ylardan iborat, ishni o'zimizga o'rganilsa-da, uni da'vatlanmasini bilan tavsiya qilinsa, qanday bo'ladi? Hozir siz bilan o'rganamiz, mutaxassis emas. Lekin agar ishchi guruhiga mutaxassis kirsa, masalan, seysmik qo'llanma kirsa, rayonlarni yuzlatish uchun sohaga pedagog kirsa, mo'lya pulni erga xarajat qilinayotganini ustidagi mutaxassis kirsa-da, keyin da'vatlanma qilsa, uni qo'l qildik, biroq o'yin yo'q deb holatni tuzatdi-da, bo'limni o'zgartirdi. Agar shunday qilinsa, tadbirkor cheklab qo'yib bo'lmaydi. Chunki u o'zi kuchaytirganida programma qilgan, uni o'sha pulni avtomatik kelib turadi. U puldan foydalanmasa, u
Hech qaytib ketadi. O'sha uchun cheklar bilmaymiz. Ma'lum bir kundan 5 kun bo'ladi. Kamchilik mustaqillik yo'q, ne joy yo'q. Bo'lsam joy yo'q, bo'lsam qachon gaplar hamma bu keltiradi. Keyin byudjetlardan boshqa narsalar bu yurib holatga ketadi. Просто to'xta demoqchimanki, bu maslahat berib, baribir mushkulni to'xtatish kerak. Shuning uchun kengash kengash raisining qarori bilan ishchi guruh tuzilishi. Unga kengash xohlagan mutaxassis o'rnida, kerak bo'lsa prokuraturadan mutaxassis, kerak bo'lsa moliyadan o'rnida. Mana shu sohani o'rganish vazirlar mahkamasi qarori yoki prezidentning farmoniga o'rganish maqsadida mutaxassis berishni so'ragan bunga xat chiqarish kerakda. O'sha mutaxassislarni ish yuritish. Hurmatli ota, men agar ruxsat bersangiz bu uchun mablag' masalasiga izoh berib ketmoqchi edim. O'sha yetishmaydi mablag' deyaptilar, hozir hokim ham aytdilar, hamma endi deputatlar bor. Shu fursatdan foydalanib aytmoqchiman. 666 ning bitta talabi bor. Kiritilgan loyiha agar tashabbuskor fuqaro u mutaxassis emas-ku, kiritadi. Kiritgandan keyin loyiha smeta hujjatlari asosida aniqlik kiritilgan mablag' asosida o'sha jamg'armaning hisobidan qo'shimcha mablag' keyingi kengashga kiritgan holda taklif bilan ko'paytirilishi mumkin. Shunaqa joyi bor. Ha. Yo'q, kamaysa kamaytiriladi, ko'paysa ko'paytiriladi degan joyi bor. Jamg'armaning hisobidan yo'naltiriladi mablag'. Agar o'sha pul bilaman desa, u shu taklifni tuzadi. Masalan, bir bersa, 600 bu ana shu chekada proyekt hujjatlarni pul bersa, mana bu to'g'ri, proyekt smeta, Shomurodga proyekt smeta qilinadi, lekin u ham proyekt smetani mavjud u loyihachani bo'rttirib qilishi mumkin. Lekin uni oxirgi etabi davlat unitar korxonasi bor, xulosa beradigan ekspertiza. Undan xulosadan o'tgandan keyin, u misol uchun bera 1 milliard 600 kiritilgan proyektchi 3 milliard qildiki, bu xulosa beruvchi 2 milliard deyishi mumkin. Uni ham kesib tashlashi mumkin. Ana shunaqa talablari borda, o'zining etabi bor uni. Keyingi masala yana bitta, hozir ana bu bog'chani Mahmud aka aytdilarki, yopish masalasi dedilar. Endi ishchi o'rni ham bizani ham iqtisodiyot va moliya-ku. Iqtisodiyot va moliya bo'lganimiz uchun biza buna parallel biza budjet tarafi bo'lsak, iqtisodiyot tarafi ham bizga qo'shib berilgan moliyaga. Ishchi o'rni degan narsa ham bor-da, u tadbirkor u. Tadbirkorni hozir prezident qarori borki, yopilgan tadbirkorni qayta tiklash bo'yicha amaliy yordam berish bo'yicha chora-tadbir tuzilgan. Uni yopish, mayli u yopilish mumkin, nimadir asos qilib yopish osondir. Lekin uni qayta tiklab, bir 4 ta ro'zg'orni nima deydi, xodimlar yo'la ishga kirib o'ylasin, ro'zg'orni tebratib, uni yopishdan oldin unga bir yo'nalish berib, ana shu bu kishi aytganday buni xodimini uyg'otishimiz kerak. Ana bu yerda o'tirgan xodimni uyg'otib, uni halollik orqali mana yo'lga napravit qilishimiz kerak-da uni. Shunday. Opa, men e'tirozim yo'q. Men aytmoqchi bo'lganimki, taklifimki, uni yopishdan ko'ra, uni bir maqsadga yo'naltirib, ishini turtib beradigan darajada uni faoliyatini bir mukammal nazoratga olgan holda yo'naltirishimiz kerak. Uni ishga ketgansa, ana shu doim ishimiz, ana shunday ishni yechimini topolmaymiz hisoblarsa. Shu uchun aytyapman, opa. Yo'q, opa, men shunday. o'zi xalq haqini tengal asosida o'tishgasi bo'yicha biz har yerga taklif berib mutaxassis
shuni shuni davlat nima keyin ishlayotgan bog'chalarni ham shuni tashkil qilish kerak. Shunday bo'lsa ular o'zi xavotir xohlagan joy bo'lmasin. Lekin shahar agar o'shanday bo'ladi, mahsulotni yetkaziladigan odam betamandan kamchilik to'xtasin deb mahsulotni 20 dan bo'ladi. 5 kilo olsin desa 5 kilo beradi. 3 kilo beradi. Shartnoma bilan. Ana shu narsaga biz uni shartnomasini qildirishimiz kerak. Ishchi guruhi bo'ladi, jarayonlar bo'ladi. Shartnomalar bor, ha. Keyin 50 ta bolaga 5 kilo go'sht olib desa 3 kilo keltira olmaydi. Uni ertaga javobgarligi bor. Shartnomasini qildirish kerak. Lekin ana bu nimalar davlat bilan qo'shma ilkiga qilganlar ular xohlagan joyda. Ular bilan shartnoma qiladi. Ular qayerda bozor arzon endi o'sha mutaxassis Bunay, Hurmat opa, men bitta fikr aytaman. Bunga bunay, bu o'tgan yillar xabarlaringiz bor. Shu eng yuqori ovoz olgani 2000 ta, 1800 ta edi. Keyin o'zini o'sha Sog'liqni saqlash vazirligi bilan Xalq ta'limi vazirligi o'sha 2000 ta yoki 1800 ta, 1500 tadan ovoz ortiq olgan ovozni g'olib qilish loyihasini o'zining jamg'armasidan yo'naltirdi. Shunaqa hozir taklif kiritilgan. Shu bizaga 18-maktab masalasini biz berdik taklifini. Biz berganmiz taklifini. Agar Xalq ta'limi vazirligi o'zi inobatga olsa bu taklifni, ular o'zi ham berdi, biz ham berdik. Minfinga, Moliya vazirligiga berdik. Ular o'z sag'lasini ishlashyapti. Ikkita vazirlik kelishyapti hozir. Lekin boshqa imkoniyati, vakolati yo'qda hozir bu keyin bu 666 ni talab buzilib ketadi, uni g'olib qilib bo'lmaydi, imkoni yo'q hozir. Bizni yigitlar targ'ibot qilgan paytiga oshxona bilan hojatxona masalasini eng dolzarb deb biza kiritganmiz. Targ'ibot qilgan payt kiritinglar loyihaga deb. Hurmatli deputatlar, muhokama qilingan masala bo'yicha kengash qarorini qabul qilishimiz kerak. Tayyorlangan qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Boshqa takliflar bo'lmasa, qaror loyihasini asos uchun qabul qilinsin hamda deputatlarning takliflarini inobatga olgan holda ma'qullansin degan taklif kiritiladi. Shu taklifga qo'shilganlar qo'l ko'tarib tasdiqlab berishlarini so'rayman. Rozilar, qarshilar, betaraflar, qaror qabul qilindi. Rahmat. Xalq deputatlari Kogon tuman kengashining 20-sessiyasi kun tartibiga qo'yilgan barcha masalalar ko'rib chiqildi. Sessiyani olib borish asoslarida takliflar bormi? Ijtimoiy xizmat. Bor ekan, uzr. Bu nima ekan? O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 30-yanvardagi PP 17-sonli farmoni bilan tashkil etilgan infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasi hisobidan mablag' sarflash to'g'risida hisobot berish uchun so'z Kogon tuman inson ijtimoiy xizmatlari markazi direktori vazifani vaqtincha bajaruvchi Dilshod Turdiyevga beriladi. Assalomu alaykum, hurmatli sessiya ishtirokchilari. Hozirgi axborotim shunday bo'ladiki, ijtimoiy reyestrdagi birinchi guruh nogironlik bo'lgan va mehnatga layoqatli a'zosi bo'lmagan oilalarning xonadonlarini energiya tejamkorligini ta'minlash masalasida ushbu demak xat boshida shuni aytish kerakki, qarorda o'sha 2026-yil 5-fevraldagi prezident qarori 49
onli o'sha ijtimoiy reyestrdagi birinchi guruh nogironligi bo'lgan va mehnatga layoqatli a'zosi bo'lmagan oilalarning xonadonlarini energiya tejamkorligini qilib ta'minlash belgilangan. Ta'kidlash lozimki, farmonga ko'ra ehtiyoj oilalarning xonadonlarida energiya tejamkorligini ta'minlash ishlari 3 ta daftardan bo'ladi. Saxovat ko'mak, ayollar daftari va yoshlar daftaridan bo'ladi, jamg'armalar hisobidan bo'ladi. Teng ulushda taqsimlanadi va hokimlik huzuridagi infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasiga ajratilgan mablag'lar hisobidan amalga oshiriladi. Bu infratuzilmani bilasizlar, 2025-yil 30-yanvardagi aholini ijtimoiy himoya qilish tizimini moliyalashtirish, takomillashtirish to'g'risida FF-17 sonli farmon bor va shu farmon ijrosi maqsadida infratuzilma hisobidan amalga oshiriladi. Topshiriqqa muvofiq dastlabki o'rganish natijasida demak Navoiy viloyat tajribasida bu ish boshlangan. Hozirda bu Navoiy tajribasida ish yakunlanib bo'lgan va qolgan respublikadagi o'sha barcha viloyatlarda ish olib bormoqda. Dastlabki xatlov natijasiga ko'ra Xo'roq viloyatida 89 ta oila o'rganib chiqildi. Xususan Kogon tumanida 2 ta oila demak bu loyihaga muvofiq deb tasdiqlandi. Tuman hokimligi tomonidan tasdiqlab berildi. Bular Tunroq mahalla va O'rtcho'l mahallari oilalari, ya'ni Tunroqdan Ramazon Saodat, O'rtcho'ldan Behbudov Jamshid, o'sha demak birinchi guruh ijtimoiy reyestrdagi birinchi guruh nogironlik bo'lgan oila va mehnatga layoqatli a'zosi bo'lmagan oila deb demak tasdiqlandi bu narsa. Bunda qanday bo'ladi? Qo'shma qarorga muvofiq har bir yakka tartibdagi turar joy uchun bazaviy hisoblash miqdorining 150 barobar, agar u ko'p qavatli bino bo'lsa, ya'ni dom bo'lsa, o'sha turar joy uchun 75 barobar, bazaviy BXMning 75 barobar hisobida, mablag'lar hisobidan hisob-kitob qilingan. Yana shuni aytilib o'tish joizki, bizda hozir 2 ta tuman deb aytib o'tdimmi? Tunroq mahalla, O'rtcho'l mahallasi. Bular 3 ta daftardan teng taqsimlandi. Ya'ni soddaroq qilib aytadigan bo'lsam, Saxovatdan 41 million, ayollar daftaridan 41 million va yoshlar daftaridan 41 million, jami hisobda 124 million infratuzilmaga pul jamg'armasi kelib tushgan va buni ruxsat bersalar, agar deputatlar bugun kelsak, o'sha infratuzilmaga mablag'lar hisobini ishlatib, hozirgi vaqtda o'sha Qodirov Yodgor MCJ rahbari, Z-konstruktor demak, mana tadbirkor bor, Qodirov Yodgor. O'sha kishi hozir ishni boshlab yuborganlar, O'rtcho'l mahallada hozirgi vaqtda o'sha tong qismini, o'sha ishlarni boshlab yuborganlar. Ya'ni bu ta'mirlashda ish hajmlari bo'yicha gapiradigan bo'lsak, tavsiyalar shulardan iboratki, devorni fasad qismini ta'mirlash, tong qismini ta'mirlash, yana eshik va deraza romlari, yana agar nima bo'lsa, yog'ochdan bo'lsa, MDF ga almashtirish va 4-inchisi isitish tizimi muhtojlar bo'yicha ta'mirlashda, qayta tiklanuvchi energiya manbalari, qurilmalari, uskunalarni o'rganishda. Ya'ni bu nima bu? Xonadon, har bir xonadonda bitta 100 litrli quyosh suv isitgichlari. Ya'ni bu geokollektor deb aytiladi. Muntazam suv ta'minotida muammosi bo'lsa, qo'shimcha bitta suv bachok idishi bilan, suv nasosi bilan ham kiritiladi. Hozir yana pol qismini ham ta'mirlash ishlari boshlangan va hammom qurish yoki ta'mirlash. Har bir xonadonda boshqa alohida dasturlar asosida 5 va 10 kilovatgacha quyosh panellari bilan jihozlanadi. Kadastr hujjatlari yo'qlarga esa 5 kilovatgacha o'rnatiladi. Izoh sifatida shuni aytish joizki, qo'shimcha ishlar zarurat hamda mablag' manbasi mavjudligidan kelib chiqib amalga oshiriladi. Agar qo'shma qarorning 3-banda o'sha 2-xat boshida aytilganki, har bir xonadonni ta'mirlash uchun o'tkazib berilishi ko'zda tutilgan mablag' bir xonadon iqtisod qilingan taqdirda ushbu mablag' keyingi xonadonni energiya tejamkorligini ta'minlash ishlari amalga oshirish uchun sarflanishi mumkin deb aytilgan. Bitta fuqaroga 60 milliongacha beriladi. BXM 150 barobargacha beriladi. Agar u yakka o'sha uchastka bo'lsa, agar dom bo'lsa 30 milliongacha. Yo, 3 ta daftardan. Yo'q, hayvon byudjetida. Ha, shunday. Endi tartibini aytaman uni. Ana bizda 2 ta, Kogon tumanida 2 ta xonadon, Tunroq mahalla, O'rtcho'l mahalla. Bu 3 ta daftardan teng taqsimlanadi, proporsiya qilinadi. 3 ta daftardan teng taqsim qilib infratuzilmaga pul tushadi.
Ya'ni ikkita xonadon bo'lgani uchunlik men hisob kitob qilib aytaman. 124 million pul tushadi. Saxovat ko'mak jamg'armadan, ayollar daftaridan va yoshlar daftaridan pul tushadi. Tuman hokimligi. Tuman hokimligi o'sha rahmat tadbirkor topib berdilar. Hozirgi vaqtda ish olib borilyapti. Xuddi shunday. Misollamnasida aytaylik o'sha O'rtacho'l mahallada 50 milliongacha uy-joy ta'mir qilindi, 10 million ziyod qolyapti. 10 millionni o'sha tunroq mahallada masalan ahvoli bad bo'lsa, ikkinchi fuqaroga ishlatilishi mumkin deb aytilgan. Yana qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, berishlaringiz mumkin. Rahmat. Hurmatli deputatlar, agar hisobot beruvchiga savollaringiz bo'lmasa, muhokama qilingan masala bo'yicha kengash qarorini qabul qilishimiz kerak. Tayyorlangan qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Boshqa takliflar bo'lmasa, qaror loyihasini asos uchun qabul qilinsin va deputatlarning takliflarini inobatga olgan holda ma'qullansin degan taklif kiritiladi. Shu taklifga kiritilgandan qo'l ko'tarib tasdiqlab berishlarini so'rayman. Rozilar, qarshilar, betaraflar, qaror qabul qilindi. Xalq deputatlari Kogon tuman kengashining 20-sessiyasi kun tartibiga qo'yilgan barcha masalalar ko'rib chiqildi. Sessiyani olib borish yuzasidan sizlarda takliflar bormi? Yo'q. Agar yo'q bo'lsa, 7-haqida Xalq deputatlari Kogon tuman kengashining 20-sessiyasini yopiq deb e'lon qilaman. Barchangizga sihat, salomatlik va ishlaringizga muvaffaqiyatlar tilayman. Sog' bo'linglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.